4 soatlikdan kichik bo'lgan time frame'lar demak tushuvchan harakatlar shakllantirishi kutiladi. To'g'ri o'sha kunlik time frame o'suvchan harakatlarga o'zgarmagunicha. O'sha siz aytayotgan oylik time frame o'suvchan bo'lsa, kichik time frame'larni kuzatasiz. Kichik time frame'larning holati qanday? O'suvchanmi, tushuvchanmi? Tushuvchan bo'lsa, undan kichik time frame'lar hozircha tushadi. Agarda o'sha kichik time frame'lar o'suvchan lekin katta time frame'lar tushuvchan bo'lsa, o'sha katta time frame'lar o'suvchan harakatlarga yoki kuchli nuqtalarni to'g'ri buzib o'tmagunicha o'sha katta harakatlarning, katta time frame'larning yo'nalishi bo'yicha savdo qilish to'g'ri bo'ladi. Rahmat ketgan. Sardor aka, nima kurs haqida ozgina ma'lumot bering. Men уже kelasi nedeladan boshlashim kerak-da. Nima ozgina to'liq qo'ygandim. Tushunarli. O'zingiz ham shunaqa nima kurs, master klass o'xshagan narsa o'tib berasizmi? Qanaqa bo'ladi? Aytib beraman. Nasib bo'lsa, mana shu qaranglar. Biz opamizdan tashqari agarda kimlardir mana shu o'quv kurslarimizga yozilmoqchi bo'lsa, shu yerdagi jonli efirdan keyin o'sha pastda havla qoldiriladi, menejerlarimizning silkasi, telefon raqamlari qoldiriladi. Kirib bog'lanib kurs haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Kurs muddati asosan 6 oy bo'ladi. 2 oy davomida nazariy, 2 oy davomida amaliyot, 2 oy davomida real savdolarga vaqt ajratilgan. Ya'ni mana shu vaqt davomida imkon qadar savdo sistemalarini sizga shakllantirib, keyinchalik mana shu oxirgi 5 va 6 oylarda sizni real savdolarga o'tkazamiz va o'sha yerda sizlarni nazorat qilamiz. Mana shunaqangi master onlayn kurs nima bo'ladi? Onlayn kursda 4 oy deganda shunda bizda savdo bo'lmaydimi, real savdo? Endi mana shu onlayn kurslarni ulardan offlayndan farqli tomoni bu yerda endi bu yerda nima bo'ladi? Offlaynda mana shu 5-6 oylarda savdo qilganingizdan keyin savdolaringizni biz nazorat qilamiz. Lekin onlaynda siz onlayn bo'lganingiz uchun sizni ham savdoga chiqaramiz, lekin u yerdagi savdolarning nazorati endi bizning nazoratimiz ostida bo'la olmaydi. Chunki sizning hisobingiz, sizning balansingiz bizning qo'limizda emas, sizning qo'lingizda. Kechasi kirgan paytingizda jonli efirni o'chirgandan keyin kirib savdo qilasizmi, stop loss olasizmi, take profit olasizmi, razgon qilasizmi, bularni biz nazorat qila olmaymiz. Mana shunaqangi muammolar, ya'ni kelganligi sababli real savdolarga o'tkazganimizdan keyin asosan haftaning oxirlariga yaqin sizlar bilan demak u bo'ladi, ya'ni o'sha savdo sistemalaringizni ya'ni nazorat qilish, savdolaringizda qayerlarda xato bo'ldi, qayerlarda foyda bo'ldi, shu masalalarni tahlil qilamiz, lekin savdolaringizni boshdan oxirigacha nazorati bizning qo'l ostimizda bo'lmaydi. Offlaynda bo'ladi, onlaynda emas. Ya'ni kurs tugagandan keyin поддержка qancha vaqt bo'ladi yoki o'qish tugadi bo'ldi ketdi bo'ladimi? Yo'q, emas, bizda bunaqa emas. Istalgan vaqtingiz 1 yil bo'ladimi, 2 yil bo'ladimi, to'g'ri o'zingiz o'sha savdoga chiqib daromadga chiqishingizgacha biz nastavnikmiz. Savdoga chiqib daromad qilganingizdan ham keyin ham bemalol qaysidir vaziyatlarda tushunmasangiz agar kelasiz, bemalol o'tirib suhbatlashamiz, bunaqangi muammolar bo'lmaydi sizda. Insonlarga YouTube'dagi ma'lumotlaringiz yetarli bo'lib yurganda, shuning uchun siz boya aytdingiz, qiziqtirib qo'ydingiz, yana boshqa chuqurlashtirilgan o'rgatiladi deb. Shunga o'sha onlayn chuqurlashtirilgan o'rgatilayotgan vaziyatlar uchun bir qo'shimcha ajralashtirilgan kursni ham tashkil qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Shu YouTube'dagidan tashqari ma'lumot beriladigan kurs, mini kurs degandek tushunchada 70% inson YouTube'dagi yetarli edi o'zi sizdagi darslaringiz. Tushunarli. Xo'p, bu bo'yicha tayyorgarliklar boshlangan. Hozir mana shu yerdagi o'z dekoratsiyalar hammasi o'sha darsliklar yozib olinishi uchun tayyorlangan. Endi hozir bu yerda o'tirib jonli efir qilmoqdamiz. Bu yerda o'zi monitor bo'ladi, o'sha doska bo'ladi. O'sha doskada darsliklarimizni, mavzularimizni chuqurlashtirilgan holatda yozib olyapman. Ya'ni bu o'zimizda mana shu onlayn va offlayn o'quvchilarga taqdim etiladi. Ya'ni bu ichida nachinkalari juda ham ko'p bo'lgan mavzular va shu paytgacha taqdim etilmagan ma'lumotlarni yana qaytadan bir update qilib yana qaytadan ya'ni insonlarga taqdim etish uchun tayyorgarlik boshlangan allaqachon. Hujumlarni, nazariy qismlarni hammasini olib bo'ldim, faqat amaliy qismi qolgan. Mana shu bozorda grafikda ko'rsatiladigan holatlarni syomka qilib olib, keyin ikkalasini montaj qilib ulash joyi qolgan xolos. Endi bilmadim qancha vaqtda chiqadi, endi bu yog'i montajyorlarimizning ishi qolgan. Akajon, savolim bor edi. Bering akajon, assalomu alaykum. Assalomu aka, 100 minglik hisob olmoqchi edim FundedNextdan. Shuni prop kompaniyani haqida ma'lumotga egamisiz? Ishonchlimi, yo'qmi? Keyin pul chiqarishini qidiryapman, ma'lumot Binance orqali deyapti. Boshqa yo'li yo'qmi, Visa kartalar orqali? Bundan oldin propshot olganmisiz? Yo'q, hali endi shu propshot olmoqchiman birinchi. Bundan oldin agarda propshot olmagan bo'lsangiz, maslahatim 5 minglik yoki 10 minglik propshotlarni olib,
birinchi mana shu endi sizga hozir oling deyman, masalan yaxshi broker ham deyman, o'sha yaxshi broker ham deyman, olasiz, ishlatasiz, lekin hali masalan uni o'ziga yarasha oferta qoidalari bor. Ya'ni qaysidir vaziyatlarda, yangiliklarda savdo qilish mumkin emas degan, endi sizga kim olib beradi uni? Men olib bermayapman masalan. Qaysi bandini olayotganingizni, nimalar sizlardan talab so'rayotganlarini birinchi to'liq o'zlashtiriladi-yu, keyin olinadi. Ya'ni 100 mingni shunchaki olasiz, mana shu masalan 500 bo'lsa, 1000 dollar bo'lsa, 1000 dollarni shunchaki havoga sovrasizlar. Men sizlarga aytaman, agarda bundan oldin profitlar bilan savdo qilmagan bo'lsangiz, ishoninglar, sizlarga ya'ni birinchi martani o'zida bermaydi. Ya'ni ko'pchilik o'sha bir nechta profitlarni yo'qotib, ichki qonun qoidalarini tushunib, keyin savdo qilib daromad topadi profitlardan. Maslahatim aka sizga ham imkon qadar kichikroqdan. Pulingiz borligini bilaman. Ya'ni bir martada mayli shu yo'qotsam yo'qotdim deyishingiz ham mumkin. Lekin prosta bir mana shu narsalarni birinchi kun emas, juda ko'p boshimdan o'tkazgan va shogirdlar boshida ko'rganligim uchun aytayapmanki, agarda bundan oldin profit olmagan bo'lsangiz, 100 minglik, 50 minglik, 20 minglikni birdaniga olmanglar boshqa. 5 minglikdan, 2 ta oling, 5 minglikdan, 3 ta oling, har bittasida savdo qilib ko'ring. 5 minglikdan bir 4-5 ta oling. Mana shu 4-5 tasida bir savdo qilib ko'ring, qanday bo'ladi? Hozir 100 minglikni olib bir martada yo'qotganingizdan ko'ra, o'sha 100 mingning puliga bemalol bir 20 tami 30 ta profit olsangiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Charchamang aka. Sardor aka, salom alaykum. Sardor aka, qarang, o'sha Fundnex 15 minglik profitdan o'tdim-da, endi uni viza orqali olib bo'lmaydimi shunda? Endi bandlarni ko'rish kerak, viza bilan chiqarib bo'lish kerak. Agarda viza bilan chiqarib bo'lmasa, agar o'sha kripto aktivlar, o'sha kripto birjalar orqali chiqarsa bo'ladi. Muammo emas unaqa, katta muammo emas. Keyin mana bu pulni qaytarib berish bor-ku, 15% mi 292 dollar. Uni ham qachon tashlab beradi? Endi bu o'sha birinchi daromadingizga qo'shib beriladi, o'sha 15 kunlik yoki birinchi o'sha daromadingizga qo'shib beradi ko'p holatlarda, yoki bir oydan keyin tashlab beradi. Shunaqa. Assalomu alaykum, Sardor aka. Sardor aka, Labbay. biron kun qaysi platformadan to'liq savdo qilishni, qaysi kartalardan yechib olishni, pul qo'yishni, uning komissiyasini qanday solig'ini olishni video darslik qilib qo'ying. YouTube sahifamizda bor, bir tomosha qilib chiqing. Agarda to'g'ri ma'lumot topib bilmasangiz, agar keyin murojaat qilasiz, keyin sizga tayyorlab beraman. YouTube'da joylangan allaqachon. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Sardor, yaxshimisiz? Rahmat. Aka, men Fundnexga ishlagandaman, ma'lumot bermoqchi edim. Akamizni bitta eshitaylik, hozir aytasiz Fundnex bo'yicha. Huzurda. Sardor, anaqa kurslarni mana 6 oylik kurs deyapsizlar-ku. O'shani summasi menga aniq. O'shani oyma-oy 6 oyga bo'lib to'lasa bo'ladimi? Ana shu masalalarni to'g'risini aytsam agar, men ham tepadagilarga aytaman. Bilmadim, bular yoki uzun bilan o'zi kelishmoqda yoki Anor bank bilan kelishayotgan bo'lishlari kerak. O'shalarda adashmasam uzun bilan. Mana shu kelishuv bo'lsa agar, keyin bo'lib to'lash qilish mumkin. Hozircha mana shu bo'lib to'lash yo'qligi uchun ko'pchilik rostdan ham ta'lim olib bo'lmayapti. Shu muammo menga ham ko'pchilik kelib so'raydi. Ya'ni bo'lib to'lash. Men kredit olib to'lash emas yoki bironta bank orqali emas, o'zimni pulimni oyma-oy, misol uchun endi 24 millionmi shunaqa deb eshitganman. Men ochilish nimalariga borganman-da Toshkentdagi. Qarang aka, endi hozir bu yerdagi kelishuv o'sha pul berilganidan keyin foizini siz to'lamaysiz. Siz o'sha tanini to'laysiz, foizini bizning akademiya to'laydigan bo'ladi. Shunaqa qilib kelishiladi-da, shunaqa bo'ladi. Yaxshi bo'lardi. Rahmat. Charchamang. Endi akamizni Fundnex bo'yicha eshitamiz. Agar Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men ham bir aytib qo'ydim-da, nima savol? Akalar Fundnex olmoqchi bo'lsanglar, maslahatim Fundnex bo'lmaydi, chunki boshlang'ich qoidalari boshqacha, oxirgi shotdan o'tib bo'lganinglardan keyin qoidalari vaqtcha o'zgarib ketadi, juda qiyinlashib ketadi. Pul chiqarishga kelsa 2,5 minggacha viza kartaga chiqara olasiz, 2,5 mingdan ziyodini kripto bilan chiqarasiz. Shunaqa. Rahmat aka. Meni shaxsan bir oy vaqt sarflab o'tgan imtihondan o'tdim. 4 ming prevel qilib, pulimni chiqarib bermadi akalar. Shunaqa.
Omad, umuman o'zi Abdurahmon kriptoga doim podдержкада qo'llab-quvvatlaymiz. Mana bunaqa efirlarni ko'proq qilib boring, juda xursand bo'ldim. Mendagi bitta savol shuki, mana sizni YouTube'dagi polni darslaringizni deyarli 1,5 yildan beri kuzatib ko'rib kelaman. Shunaqangi cho'tka aniq berasiz, lekin shuni miyamda moslashtira olmayapman. Buning uchun mendagi eng katta muammo stop loss. Shuni stop lossni nima qilib odam o'zini moslashtirish kerak? Hozir men $80,000 oshig'idan ziyondaman. Shu soha bo'yicha aybim stop loss'im. Mana sizni investmentlaringizni unda hammasini o'zi ko'rib chiqaman. Zo'r 2-3 kun zo'r ishlataman, yana xotiramdan ko'tarilib qolib, yana stop lossiz, yana tartibsiz savdoga o'tib qolamanda. Harakat qilinglar eng shu yaqin ularga, ekstremum maksimum nuqtalarga bozorning faqat qaranglar, o'zi 5 ta qoida bor. O'sha savdo 10 yildan beri savdo qilayotgan trader ham, 5 yildan, 1 yildan beri savdo qilayotgan traderda ham mana shu 5 ta ish bo'ladi. Birinchisi, savdolaringiz jarayonida e'tibor bering bozordagi trendga, ya'ni bozor yo'nalishi qaysi tomonga harakatlanayotganligi. Bu bo'yicha bozor strukturasi bo'yicha darsliklar bor, o'shani ko'rasiz. Birinchisi yechiladi. Ikkinchisi entry modellar. Qayerdan kirish kerak? Yo'nalishni topdik, USJga tushishni topdik, qayerdan kirish kerak? Masalan, bular bo'lishi mumkin. Order block, breaker block, block, order flowlar, masalan, FVG nuqtalari va itakdalik, ya'ni ketadi. Undan keyingi 3-chi savolnoma bo'ladi. Stop lossni qayerda joylayman degan 3-chi savol bo'ladi. Stop lossni yodingizdan chiqmasin. Bozorning faqat va faqat kuchli bo'lgan minimumlariga va kuchli bo'lgan maksimum nuqtalariga joylanadi. Va shunga qo'shimcha ravishda entry modellariga yana bitta qo'shimcha qilaman. Entry qilishdan oldin e'tibor qaratinglar bozordagi likvidliklar yechilganidan keyin savdo qilishga. Stop loss tomonligini pasaytiradi bu. Stop lossni tushuntirdim. Kuchli nuqtalarga joylanadi. Take profitlar. Take profit joylanadigan 3 ta nuqta bor. Birinchisi likvidlik, ikkinchisi FVG nuqtalari, uchinchisi bozordagi kuchsiz bo'lgan maksimum yoki kuchsiz bo'lgan minimumlarga joylanadi. Mana shu 3 ta narsaga joylanadi. Va mana shu yerdagi 4 ta aytilayotgan, ya'ni narsa jamlansa savdo bo'ladi. Lekin oxirida bu 5-chi ish bo'lmasa, yuqorida qilgan 4 ta ishingizni birortasini foydasi bo'lmaydi. 5-chi ish nima desangiz agar, 5-chi ish savdoga kirdingizmi, stop loss joylandimi, take profit joylandimi, entry modellari aniqmi, trendni topdingizmi, risklar to'g'ri nazorat qilinganmi, keyingi 5-chi ish savdolarni unutinglar. Hammasi qo'yilgan. Ya'ni setting forget. Kir va savdoni unut. Savdolarni har zamonda qarab turish, savdolarni kuzatib borish sizlarni azartga tiqadi, agressiyaga tiqishi mumkin. Shamlarning har bir ochilish, yopilishlari sizga har xil tasdiq beradi. Savdo shunday shamcha yopilishi bilan ibidingiz bunaqangi holat bo'lib qolsa-chi deb bozor sizni chalg'itish qilaveradi. Mana shunaqangi muammo. Savdoga kirdingizmi? Savdoni unuting. Mana shu yerdagi 5-chi ish bo'lmasa, 1000 ta savdo qiling, foydasi yo'q. 5-chi ish yo'q ekanda, siz aytgandek 4 ta narsani o'zi ustun qildim o'zimda, lekin savdoni kutib turaman-da, o'zi foydaga kirdim, aytaylik, $100 stopim, $100 stopim, $80 yoki $60 pribulga kirdimmi, sразу yopib olaman bozor. Lekin prosatkaga chiqishni boshladimmi, $200, $500, $1000 prosatkada o'tiraveraman. Hozir qaytadi, FOMO emotsiyaga beriladi. 5-qoidani to'g'ri, ashuni yaxshi ushlamagan ekanman, ashuni mahkam ushladim. Rahmat katta ekan. Ana bitta narsani to'ldirib beraman. Sizlar o'rganayotgan tradingni 100% deb olsak, 100% deb olsak, o'shandan atiga 10%ni strategiyalar tashkil etadi. 10%ni 20%ni risk management taqdim etadi. 20% risk management. 20% qolgan 20% money management, pul nazorati. Mana shu uchalasi 50% bo'lsa, qolgan 50%ni savdo psixologiyasi taqdim etadi. Ya'ni psixologiya. Mana shu psixologiya deyilayotgan bandim hozir sizlarga sanab berilgan 5-band. Savdoga kirildimi, savdoni unutish kerak. Kuzatmanglar savdoni. Kerak emas savdoni kuzatish sizlarga. Zarar bo'lsa agar keyingi savdoni ochishga qo'rqib qolasizlar. Foyda bo'ladigan bo'lsa, hozir keyingi savdoga kirsam foydamni yo'qotib yuborsam-chi degan qo'rquvlar bilan savdolarni ochishga qo'rqasizlar. Kerak emas sizlarga. Toki 20 ta savdo bo'lmagunicha
Stop loss take profit joylandimi, savdolarni unutinglar. Kerak emas savdolarni ko'rish. Assalomu alaykum og'a, yaxshimisiz? Bering aka savolingizni. Liquidity bo'yicha bitta savol